Axloqsiz bir qo'y. Bozorda tursa bir yuzi tuva, na chiroyli kelishgan bir cho'kan o'tkitib qolgan. Uning po'qirlik qilibdi bu. O'zimga qo'qanchaq nima kerak, sal kayfi ham bor. Eloq cho'kan o'tkitib qo'ysak, cho'kamda qilib chiroyli cho'kan ekan. Qo'yibdi-da bu. O cho'kamni o'zi chiroyli so'z bo'lgan bilan sadroq ayolga va qanday so'qishni bilmaydiganlar. Voshdan ochiq kelib qaytib kelib buni bilan kirishib qopti. O lukchak. Nimish qilsa debga, nimish qildim? Ey sen nimish qildim deysan-ku. Men hozir o'tib ketmasam menga qilding-ku. Debki, "Mas buda qarsa, paylaman ayollar, jidaldan qo'rqib, men sizga nada qilma." Debki, "Ey sen hozir o'tib ketmasam qilding-ku. Ey men sizga qachon qildim? Ey sen nimish qilsa?" Da'vatxonasi bir saqchi kelib qopti. Saqchi degan aslida keskin bir taraf qildi. "Ya, nima axloqsizlik qilsa, undan bundan deb bishtirgan jidalda bu. Ha, saqchimi do'tarak nima ekan?" Kelib o'mi kirish qopti. "Voy, nima bo'ldingiz?" debga, "Voy, qarang saqchi, mujda o'tib ketmasam, men tuyuqsizlar. Ey, sen qilmasan bo'yal seni qildi debdi. To'xtama, so'roq qatirasizmi deb daftarni ichib, qildingmi deb yozaysa, iliq harf yo'q bu yerda. Ay, menga shayar. To'xtamayli mashina o'g'laydan bir vaqt sho'ka. Mashina o'g'lab tutlayiribdi. Saqchi buni cheklabdi-da, bu da mashina o'g'lisan ya muddatsiz kesimiz ya atimiz deb. To'si bu mazog'i chiqmas o'g'laydigan bo'ladi. Bizga shu yerdan qiraat qilgan chiqmashida, to'xtab qiraat qilsash mashina o'g'lamayapti-da. Tuyuq qilib bular yo'ylon tilbin qildi, saqchi keliblar kabs. Ey, lavza. Bu mazadimi mashina o'g'lamsa, yana sen-ku desa, "Tatiguga saqchi men mashina o'g'limidim. O'g'limizdan bu qayqilmaysiz, nima deb aydab bo'lsangiz?" Tatiguga ham egisi o'lib ketgan mashinamiz erkak degan. Mana Esamkam men Valikam naqshi kazzab. Bu uchimizni bir o'tirash akit partiya tuyuqsizlar Joto'ni to'sab qoldi. To'sida shofir balig'imda qarab, anqichi yo'lda bir odam chiqib olgan, "Ukamni eling" deb oldida o'tirdi. Ma uchini o'tirash qilmayapsa, "Ey shofir, sen bu xiysha qilib kira qilyapsan, nima? Men oldida ketam kim-a?" desa, shofir sozgo'yga shosh. "Ya Joto bu kira qilmadi, bu odamni o'ldirish dedi bu. Hozirroq menga degan yamjat to'sablar, "Ma shuni o'tirash qilmayapsan, ma kimiz va ma kira qilmadi, bu odamni o'ldirish" dedi bu. O'tkazatdi. Hangichilik odam nega borsiz desak, to'tkana bir yer bor odam ekan bu. Ishigidan oldiga apir qo'yib tushing desak, unmaydi. Voy, nima tushmaysak, adamni uyiga bormaydi. Voy. Ama bu da ishki umrda o'tamadim. Zakalada qo'yib kelmoq tutuvchi ketdi. Saqlab tursam bir semiz bir ayol dipes qoldi, so'lay qoldi, sayga turibdi, ujrat to'sab turib oldi. Aptiz to'xtaydi, cho'ng ayolga chiqib olsin desam, kalampay qo'ygan ekan bu. Birinchi palampay deb chiqib qoldi, yerilib ketib, say chishilib ketdi. Ya pastga chiqib ketmay, ya Abduz shikir ketmay, boyalash palampayda dong qo'yib enishib say teryapti. O semiz ayol enishgan ki yampash kengayib ishkin to'sab oldi-da. Sonra men chiqdan qoldirayman, Abduz ma'ndan qoldiraydi. Oxiri bilet satqusi erken va Qashqardan odamlarning og'zi qo'polroqcha o xapolab qoldi bu yerda. Allah'ıma edem çıkıda tahtılıma çimden konu. Dedi o ayal hıyanlık deri vardı da. Ma edem çıksa ma çıkmasa ma çimden konu değil mi? Dese işte otlağın bir çoğun edem fıkı. Ayacalarına fışkıtım toğlap yakın ilgisi çıkmış sizden konu. Ayaklar alaf ki çıktı da adam beni Allah baza körem abi abi. Şişançılar bu galtılı olup da o birinin lampusu da ki tutun ağız yapma Allah tutma kötü yapıldı bana mesken ses madem soğuk Allah tutma
Bana valla kıştı ettim. Dötü kirişip kaptım. Döt bana saktı ya. Kopaplayam. Magvinimde kılıp desse. Müllep patka tazı da savat kalmışsın bir çoğun adam ki kaptım. Kors dötü birini vuruvatkanda çoğun adam. O jırtı olaydı. Bu münafıklar tütmeyin bir adam vuramsa. Muna gite. Yok ol dese ammaz. Efkem çoğun adam kakkan ki anlaşıyor. Gitmasa 90 kirgan, o'yinda saqilib, mukshib qolgan bir boy ishni oldi yig'lab o'tagan. Yaponning mutaxassisi eng qiyirgan boy mushu ekan. Bu boy nima ish qiladigandı? Nerus saqmo emasmi bir so'rab baqal deb kelib, "Voy, boy, uzun umr ko'ribsiz, nima ish qilasiz?" desa, "Yo'q, boy, 5 ni ko'tamay, dadam o'qan" dedi. 90 kirgan boy. O Yaponning mutaxassisi haqlayra qoldi. "Voy, mush boyning mutaxassisi ekan. To'xta, tegimi vaqt bo'lib qoldimi? Dadasini deb paranglashimiz deb, dadamiz narsa o'yildab kiribdi-da. Ko'z o'nundimi qirib unda bir boy o'tagan. O boy kirib, "Talatki boy, sizning o'g'lingiz bo'lsa, o'g'lim. Voy, shuncha ola qirib boy ketgan o'g'ilni nimishga urishsiz desaylik, boymi beshini ko'tamay. Dadamni qap qiptiki, o'dim." O boyun aldası, o yapının mutaxassisi tiki tutuşular. Şişan amzan bu da bir de bir mi?